Anchadan beri farzandli bo'la olmayapman. Doktorlar bachadonimda ichida devor bor deb aytishdi. Bu sabab bo'la oladimi? Bachadon ichidagi devorlar bular bachadonning tug'ma rivojlanish nuqsonlari hisoblanadi. Xususan homilador ayol ushbu bemorning onasida homiladorlik davrida qanaqadir bir virusli kasalliklar yoki bir qanaqadir genetik muammolar bo'ladigan bo'lsa, mana shu holat yuzaga kelishi mumkin. Ushbu muammolar odatda farzandsizlikning sababi bo'la olmaydi. Ya'ni mana shunaqa muammosi bor bo'lgan juftliklarda biz shifokorlar odatda bepushtlikning boshqa sabablarini qidirishga harakat qilishimiz kerak. Bu muammo bo'lganda operatsiya qilish kerakmi degan savolga albatta qilish kerak deb javob beraman, chunki ushbu muammolar bepushtlikning sababi bo'la olmasa-da, kelajakda homilaning oxirigacha, ya'ni homiladorlik muddatining oxirigacha yetib bormasligiga va homilaning vaqtidan oldin tushishiga sabab bo'lishi mumkin. Siz shunga o'xshagan muammosi bor ayollar haqida eshitganmisiz? Kommentariyada o'z fikringizni albatta yozib qoldiring.